Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana biz quruq yerga, haydalmagan yerga yuringlar deganlik uchun haydalmagan joyga keldik. Juda ko'pchilik bizga negativ yozishdi. Mana bu yerni ko'ringlar mana. Quruq yer. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rasizlar. Shu videoyimizda bizdan uzoqlashmay turinglar. Mana do'stlar, quruq yer. Mana do'stlar, qancha bitib oldi. Endi bunga ekib xomlashni ham bir ko'rsatamiz. Bizdan uzoqlashmay turasizlar. Agatlarimiz juda chiroyli olindi. Juda ko'pchilik haydalmagan joyda olsin, qiynaladi deganlar uchun mana haydalmagan joy mana shu holatga keldi. Mana do'stlar, yo'llarimizni chiqarib qo'yapmiz. Mana bu agregatni lapkilarni ontarib qo'yamiz. Tiz beradi. Orqasidan simchkani tashlaymiz. Yani orqasidan bir xomlasak ko'miladi. Shu bilan bo'ldi. Mana do'stlar, chizib ketyapti. Orqasidan simchkani tashlaymiz. Bitta xomlaymiz. Bo'ladi shu bilan. Ekiladi. Simchkalarni tashlayapmiz. 10 sm ikkitadan. Mana do'stlar, simchkani ekib tashlab chiqqanimizdan keyin mana xomlab yana ko'mib qo'ygan. Mana ko'milgan. Mana do'stlar, oxiri simchkani tashlab chiqdik. Ko'milyapti. Mana do'stlar, agatlarni ko'ringlar. Havasga bo'ldi, havasga. Do'stlar, bizda hozircha shu. Bizdan uzoqlashmanglar, like, podpiskani ayamasdan bosaverasizlar. Xudo xolasa, kartoshkani orasiga, simichkani orasiga, makkani orasiga yurganlarni ham videolarini tez kunlarda xudo xolasa yursak qo'yamiz. Salomat bo'lasiz.